Men bemorlar bo'lmaganda taksistlik qilaman. Andijonda tez tibbiy yordam mashinasidan taksilik maqsadda foydalangan fuqaroga chora ko'rildi. Bu haqda viloyat YOHXB axborot xizmati xabar qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ushbu maxsus mashinada yo'lovchi tashlayotgani va unga o'tirgan fuqaroning noroziligini ko'rish mumkin. Andijonlik bloger tez yordam avtomobilida taksilik bilan shug'ullangan. Inspektorlar tomonidan mashina va haydovchi topilib, fuqaroga nisbatan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilgan. Noqonuniy foydalanilgan maxsus avtomashina xususiy klinikaga tegishli bo'lgani bildirilgan. Avvalroq Toshkentda gelik tez yordam mashinasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir qilgandi. Hodisa oqibatida 2 nafar fuqaroga birinchi yordam ko'rsatilgan. Boshqa bir holatda esa Toshkent viloyatida tez yordamga yo'l bermagan Lacetti haydovchisiga chora ko'rilgan. U shoshilib ketayotgani va avtomobilida musiqa balandi bo'lganini ta'kidlagan.